8-may kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Dushanbe shahridagi G'alaba bog'ida 1941-1945 yillardagi Ulug' Vatan urushidagi g'alabaning 80 yilligiga bag'ishlangan gulchambar qo'yish marosimi va harbiy paradda ishtirok etib, nutq so'zladi. Tojikiston prezidenti o'z nutqida Ikkinchi jahon urushi ko'lami va insoniyat fojiasi jihatidan zamonaviy tarixdagi eng dahshatli urush bo'lganini ta'kidladi. Emomali Rahmonning aniqlik kiritishicha, o'sha paytda 300 mingdan ortiq tojikistonlik frontga safarbar etilgan. Ularning 100 mingdan ortig'i janglarda halok bo'lgan, 40 mingdan ortig'i bedarak yo'qolgan, yana 60 ming nafari nogiron bo'lib qaytgan. Insoniyat vujudga kelgandan beri bosqinchilik va harbiy harakatlar davlatlar o'rtasidagi ta'sir va raqobatni kengaytirishning yagona yo'li bo'lib kelgan. Yirik davlatlar jahon hukmronligi uchun o'zaro kurashmoqda. Kapitalizm davrida millionlab odamlarning hayotiga zomin bo'lgan eng qonli urushlar bo'lib o'tdi. Ikkinchi jahon urushi ham millionlab musulmonlar qurbon bo'lgan shunday urushlardan biri edi. Sovet ittifoqi rahbariyati Markaziy Osiyo musulmonlarini kofir davlatlar o'rtasidagi bu urushda qatnashishga majbur qildi. Bugun musulmonlar Rossiya Ukraina urushi qurboniga aylanayotganidek, Markaziy Osiyo musulmonlari o'sha davrdagi kofir mamlakatlar urushining ham qurboni bo'lishdi. Bugungi kunda Amerika dunyoda hukmron kuch bo'lib qolish uchun astoydil harakat qilmoqda. Shunda insoniyat va yer yuzidagi boyliklar uning qo'lida qoladi va bundan Amerika kapitalistlari foydalanishi mumkin. Boshqa mustamlakachi davlatlar esa xalqlar ustidan hukmronlik qilish va talon-taroj qilingan boyliklardan ulush olish uchun kurashmoqda. Bu kurashda hamma narsaga ruxsat berilgan. Butun insoniyatning qadri bo'lmagani kabi, odamlar, ularning hayoti va manfaatlari ham hech qanday qadr-qiymatga ega emas. Bunday ziddiyatlarni barcha yirik davlatlarga qarshi tura oladigan mafkuraviy davlatgina to'xtata oladi. Bu davlatning maqsadi boyliklarni talon-taroj qilish va odamlarni qul qilish emas, balki insoniyatni kapitalizm zulmi va uning ochko'zligidan ozod qilish bo'lishi kerak. Bu davlat odamlardan bu hayotda va oxiratda qutqarish uchun islom risolatini olib boradi. Bu davlatda insonlar yaratuvchi tomonidan odamlarning ahvolini to'g'rilab, hayotlarini tartibga solish uchun nozil qilingan islomiy tuzumlarning saxiyligi, boyligi va adolatidan bahramand bo'lib, tinch va baxtiyor hayot kechiradi. Bu davlat payg'ambarlik minhoji asosidagi ikkinchi Roshid xalifalik bo'ladi.